Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görülmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərini görüşünlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibi ilə əlaqədar ən mühim xəbərlərini huzuruna sunumuz. Qənəmizdə xəbərlər ekranımız olsun. Xitayning Şərq Türkistandagi hərbiy məşq o'rinlari diqqət qo'zg'adi. Xitayning Şərq Türkistanning energiya boyliqlarini bulang-talang qilib, Xitoy o'lkalariga to'yish jinoyatidan boshqa qumliqda qurib chiqqan harbiy mashq o'rinlari taqlidiy hujum nishonlari xalqaro taratqularning diqqatini qo'zg'adi. Fransiyaning nufuzli axborot organi bo'lgan Dunyo gazetining sonliq tekshirish bo'limining 2 muxbiri Xitoyning harbiy qismini tadqiq qilgan yangi dokument tayyorlagan bo'lib, Sharq Turkistondagi qumliqning ichki qismida yasab chiqilgan 30 ga yaqin harbiy aslaha modellarini aniqlab chiqqan. Mazkur modellar Amerika, Tayvan, Yaponiyaga o'xshash Xitoyning raqiblarining aviamatkalari, portlari, aholi rayonlariga o'xshash harbiy uskunalari, ul aslaha qurilishlariga taqlid qilingan. Ma'lum bo'lishicha, bularning ko'pinchisi yaqinqi 2 yil ichida qurilgan ekan. Muxbirlar buni Xitoy qismlarining tahdid selish taktikasini echib bergan bir bayqash deb qaragan bo'lib, Xitoyning yaqinqi yillarda Tayvanga qarata barg'ansiri kuchaytirayotgan tahdid zo'migarlik harakatlari va Tayvanning inkosini tafsiliy bayon qilgan. Xitoyning taklimakan qumliqida taqlidiy nishon yasash harakatlari bundan ilgari ko'p qatim oshkorlangan bo'lib, bultur sun'iy hamroh suratlariga asoslangan bir xabarda Xitoy armiyasining taklimakan qumliqida Amerikaning F-22 va F-35 tiplik urush aeroplanlariga o'xshaydigan ko'plagan taqlidiy nishon va baza qurganligi, taqlidiy aerodrom yo'li va aeroplanlarda bomba tekkan izlarning ko'rilganligi, bular Xitoy armiyasining dushman harbiy bazalariga va aeroplanlarga hujum qilish mashqi qilganligining isboti ekanligi bayon qilingan edi. Amerika bilan Xitoy kelishim hosil qilganligini e'lon qildi. Amerika bilan Xitoyning vakillari Janvada o'tkazilgan 2 kunlik suhbatdan keyin tamojna baja masalasida kelishim hosil qilganligini, har ikki taraf bojni 115% tuvallatadiganligini e'lon qildi. Amerika Moliya ministri Scott Bessent va Xitoy muavin bosh ministri Xalifaning boshchiligidagi ikki taraf vakillari o'miki 10 may Shveysariyaning Janva shahrida uchrashgan bo'lib, Amerika hukumatining 2 apreldan tortib Xitoydan boshqa davlatlarga yo'l qo'yilgan tamojna bajini 90 kun kechiktirish qarori Xitoyga ijro qilingan. Har ikki taraf tamojna bajini 115% tuvallatishga qo'shilgan bo'lib, buning bilan Amerika Xitoy qo'ygan tamojna baji 145% dan 30% ga, Xitoy Amerikaga yo'l qo'ygan 125%lik tamojna baji 10% ga tushirilgan. Amerika hukumatining fentanil masalasida Xitoyga ijro qilgan 20%lik tamojna baji davomli saqlab qolingan. İki taraf bugun bu haqda birlashma bayonot e'lon qilib, yuqorqi tafsilotlarni oshkorlagan. Amerika Moliya ministri Bessent suhbatdan ilgari taratqularning ziyoratini qabul qilib, bu qatimliq uchrashishning asosli nuqtasi navbatdagi jiddiy vaziyatni pasaytirish ekanligini, hargizmi cho'ng tipdagi kelishim hosil qilish emasligini qayd qilgan edi. Ammo ikki taraf uchrashishdan keyin kelishim hosil qilganligini e'lon qildi. Xitoy dengiz rayonida yana zo'migarlik qildi. Yaponiyaning 11-rayon dengiz qirg'og'i muhofazat bosh shtabi 11-slar atiganda Xitoyning Hayko 001 nomli dengiz tekshirish paraxotining Senkaku taqim orolidagi Taisho oralig'i taxminan 236 kilometr keladigan alohida iqtisodiy rayonda harakat qilganligini e'lon qildi. Yaponiya tarafining aytishicha, tekshirish paraxotning yon tarafidan turbiga o'xshash uskunani chiqarib, dengizga tushirib tekshirgan. Yaponiyaning Charlog'chi paraxoti simsiz telegraf orqali Xitoydan tekshirish faoliyatini to'xtatishni talab qilgan. Orqadan tekshirish paraxoti hech qanday javob qaytarmasdan bu rayondan ayrilgan. Ma'lum bo'lishicha, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Dengiz okean qonuni ahdnomasining 13-bo'ligida dengiz okean ilmiy tekshirishi to'g'risida alohida bob bor bo'lib, uningda boshqa davlatlarning dengiz tavalligidagi dengiz okean ilmiy tekshirishida cho'qim dengiz bo'yidagi davlatning ma'qulligini elishi kerakligi belgilangan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi bugun bu haqdagi savolga javob berib, Senkaku orolining azaldan tortib Xitoyga tava ekanligi, tekshirish paraxotlarining bu rayondagi faoliyatlarining butunlay Xitoyning egilik huquqiga tava ish ekanligi haqida joriy soldi. Xitoy hozirga qadar Senkaku orolining egilik huquqining o'ziga tava ekanligini da'vo qilib kelmoqda va bu rayondagi qudratqo'liq zo'migarlik harakatlarini uzildirmay davomlashtirmoqda.
Hindiston bilan Pokistonning vaziyati nacharlashayotgan bir paytda Amerika prezidenti Donald Trump shanba kuni ijtimoiy taratquv hisobida tuyuqsiz uchur ham baharlab Hindiston va Pokistonning 4 kunlik chegara hal qilgan to'qinishdan keyin darhol va umumyuzlik urush to'xtatishga qo'shilganligini e'lon qildi. BBC'ning bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha, mutaxassislar Amerikaning diplomatik yo'llar va rayonlik kuchlar orqali parda orqasida murossachilik qilishining ochqishli rol o'ynab, yadro quroliga ega ikki raqibni urush girdobidan qaytarganligini bildirishgan. Pakistan Tashqi ishlar ministri Ishaq Dar yerlik taratqularga Turkiya, Saudiya Arabiston va Amerikani o'z ichiga olgan 30 necha davlatning murassa qilishga qatnashganligini aytgan. Ammo urush to'xtatish kelishimi e'lon qilinib bir necha soatdan keyin Hindiston Pokistonni kelishimga qayta xiloflik qilish bilan ayblagan. Pokiston bo'lsa askarlarining mas'uliyatchan harakat qilganligini va urush to'xtatish va'dasini o'rindaganligini ta'kidlagan. Oldingi oyda Hindiston kontrolligidagi Kashmirda yuz bergan ajallik hujumda 26 sayohatchi qazo qilgandan keyin Hindiston, Pokiston va Pokiston kontrolligidagi Kashmirga havodan hujum qilgan edi. Bir necha kun davomlashgan to'qinishda har ikki davlat qarshi tarafning hujumini muvaffaqiyatli to'sib olganligi va zo'r ziyon keltirib chiqarganligini o'tirg'a qo'ygan edi. Putin Ukrainaga Turkiyada bevosita suhbatlashish taklifi sundi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainaga 15 maydan boshlab Istanbulda bevosita tinchlik suhbatini qaytadan boshlash taklifi sundi. Turkiya ovozi radiosining xabarida qayd qilinishicha, Putin Moskvada o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida dushanba kuni Turkiya prezidenti Rajab Tayyip Erdo'g'an bilan telefonlashib, Ukraina bilan tinchlik o'rnatish yo'llarini muzokara qiladigan bir munbar talab qiladiganligini bildirdi. U Rossiyaning shartsiz muzokaralashishga tayyor ekanligini bildirib, hozir bir urush davomlashyapti. Biz suhbatni qayta boshlashni tavsiya qilamiz. Tinchlikni haqiqiy xohlaydiganlar bu tashabbusni qo'llaydi degan. Putin Istanbulda yangi bir urush to'xtatish haqida suhbatlashishga bo'ladiganligini eskartib, bizning takliflarimiz ustal ustida va qaror Ukraina doiralari bilan ularning tekshiruvchilariga qoldi deganlarni qayd qilgan. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy Putinni Istanbulda bevosita suhbatlashishga taklif qilgan. Shuning bilan birga Putinni urush to'xtatishga chaqiriq qilgan. Uning bu uchuri xalqaro taratqularning kuchli diqqatini qo'zg'adi va alohida xabar qilindi. Rossiya bilan Ukraina 2022 yil martda Istanbulda muzokara boshlagan va tinchlik kelishimi loyihasida o'rtaq fikr hosil qilgan edi. Amerika prezidenti Donald Trump 11 maydagi so'zida tinchlik o'rnatishning ishga eshish oshmasligini aniqlab chiqish uchun bevosita suhbat o'tkazishning shart ekanligini ta'kidlagan edi. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizda ko'rishguncha amal bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.